Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Barchangizga tinchlik va xayrli kayfiyat tilayman. Siz Alpha Automotive Ru YouTube kanalidasiz va bugungi videoda biz juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan, ko'pchilik intiqlik bilan kutgan avtomobil haqida batafsil gaplashamiz. Gap albatta 2026 Chevrolet Damas oq rangda bo'lgan yangi talqini haqida ketmoqda. Ushbu video siz uchun xotirjam, o'rtacha tempda, tushunarli va batafsil tarzda tayyorlangan, shuning uchun oxirigacha tomosha qilishni tavsiya qilaman. Chevrolet Damas nomi O'zbekiston avtomobil bozorida alohida o'rin tutadi. Bu avtomobil yillar davomida o'zining soddaligi, ishonchliligi va arzon xizmat ko'rsatishi bilan millionlab foydalanuvchilarning ishonchini qozongan. 2026 yilgi yangi Damas esa ushbu an'anani saqlab qolgan holda zamonaviy ehtiyojlarga mos tarzda yangilangan. Ayniqsa, oq rangdagi talqini yanada toza, ixcham va professional ko'rinishga ega bo'lib, ham oilaviy, ham tijoriy maqsadlar uchun juda mos keladi. 2026 Chevrolet Damas dizayniga to'xtaladigan bo'lsak, bir qarashdayoq uning soddaligi va amaliyligi ko'zga tashlanadi. Old qismi ixcham, lekin ishonchli ko'rinishga ega. Oqartirilgan kuzov rangi avtomobilga vizual ravishda kattaroq va tozaroq ko'rinish beradi. Old panjaradagi Chevrolet logotipi brendga xoslikni saqlab qolgan. Faralar esa kundalik foydalanish uchun yetarlicha yorug'lik beradi. Bu avtomobil dizayn jihatidan hashamatni emas, balki foydalilikni ustuvor qo'ygan. Yon tomondan qaralganda, Damasning klassik minivan shakli saqlanib qolganini ko'ramiz. Oq rang bu avtomobilni ayniqsa biznes uchun qulay qiladi. Chunki ko'plab tadbirkorlar va xizmat ko'rsatish sohalari aynan oq rangli avtomobillarni afzal ko'rishadi. Bu rang reklama yopishtirish, brending yoki shunchaki toza ko'rinish uchun juda qulay. Orqa qismi ham maksimal darajada sodda, yuklash va tushirish uchun qulay qilib ishlab chiqilgan. Endi salon haqida gaplashsak, 2026 Chevrolet Damas ichki qismi ham avvalgidek sodda, lekin ancha tartibli va qulay. Old panelda barcha boshqaruv elementlari haydovchi uchun qulay joylashtirilgan. O'rindiqlar kundalik uzoq yurishlar uchun yetarlicha qulay bo'lib, materiallar amaliy va chidamli. Oq rangdagi tashqi ko'rinishga mos ravishda, ichki dizayn ham yorug' va kenglik hissini beradi. Bu ayniqsa oilaviy foydalanishda yoki kun bo'yi mashinada ishlaydigan haydovchilar uchun muhim. Damasning asosiy afzalliklaridan biri bu uning keng salonidir. 7 o'rinli konfiguratsiya avtomobilni katta oila uchun ham, yo'lovchi tashish uchun ham juda qulay qiladi. Agar yuk tashish kerak bo'lsa, orqa o'rindiqlar buklanib, katta yukxona hosil bo'ladi. Shu sababli 2026 Chevrolet Damas oq rangda nafaqat shaxsiy ehtiyojlar, balki kichik biznes, yetkazib berish xizmati yoki bozor savdosi uchun ham ideal variant hisoblanadi. Dvigatel masalasiga keladigan bo'lsak, Damas har doimgidek tejamkorligi bilan ajralib turadi. Yoqilgi sarfi past bo'lib, bu bugungi kunda juda muhim omil. Ayniqsa, yoqilgi narxlari oshib borayotgan bir paytda tejamkor avtomobilga ega bo'lish katta ustunlik beradi. 2026 modelda dvigatel ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishi asosiy e'tiborga olingan. Texnik jihatdan murakkab bo'lmagan tuzilma esa uni ta'mirlash va xizmat ko'rsatishni juda oson qiladi. Oq rangdagi Chevrolet Damasning yana bir katta yutug'i bu uning ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi. Zaxira qismlarining arzonligi, ustalar tomonidan yaxshi tanilgan konstruksiya va oddiy texnik xizmat uni hamyonbop avtomobillar qatorida yetakchi o'ringa olib chiqadi. Shu sababli ko'plab haydovchilar Damasni ishchi ot deb atashadi. U har kuni ishga tayyor, kam xarajat talab qiladi va egasini kamdan kam muammoga duchor qiladi. 2026 Chevrolet Damas oq rangda taksi xizmati uchun ham juda mos keladi. Keng salon, tejamkor dvigatel va arzon xizmat ko'rsatish taksichilar uchun juda muhim. Bundan tashqari, oq rang rasmiy va toza ko'rinadi. Bu esa mijozlarda ijobiy ta'ssurot qoldiradi. Shu bilan birga, kichik biznes egalari uchun ham bu avtomobil ideal tanlov bo'la oladi. Yetkazib berish, servis xizmatlari yoki savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchilar uchun Damas o'zini to'liq oqlaydi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Damas oq rangda bu hashamat emas, balki aqlli tanlov. U zamonaviy dizaynni, amaliy salonni, tejamkor dvigatelni va arzon ekspluatatsiyani o'zida
mujassam etgan. Agar siz ishonchli, ko'p maqsadli va budjetga mos avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, ushbu model albatta e'tiboringizga loyiq. Ayniqsa, kundalik foydalanish, oila, biznes yoki taksi xizmati uchun u juda qulay variant hisoblanadi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing, videoni do'stlaringiz bilan ulashing va Alpha Automotive.ru kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli avtomobil sharhlari, yangiliklar va solishtirmalar kutmoqda. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.